Azizlar, ana aksiya, mana aksiya. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa, bizlarda aksiya asosida navbatdagi savdomizni amalga oshirdik, to'g'rimi aka? Akamizni tanimay turgan gullarlik bo'lmasa kerak. Akamiz bizdan bir dona smartfon xarid etdi. To'liq tafsilotni akaning o'zidan so'rasak bo'ladimi? O'zingiz ayting aka. Buna aksiya haqqaniy ekan, keldim Aminov texnikaga. Aminov mobil degandan telefon oldim. Aksiyasi haqqat zo'r ekan. Bu 1+1 aksiyasi o'xshaydi. Men tan berdim. Haqiqat bir telefon oldim, ikkinchi telefonni qo'shib berdi. Bonusini yana naushnik, zaryadka ham qo'shib berdi. Bu telefonga birovini qo'shib berdik, undan keyin yana ikkisini qo'shib berdik. Bu haqiqat axir, to'g'rimi? Berilgan reklamalar, qo'shilib turgan sovg'alar, aksiyalar, skidkalar bari haqqoniy ekan? 100% haqqoniy ekan. O'zingiz ishonch hosil etdingiz axir, a? Mana kelib o'zim ishonch hosil etib, ekonni olib ketib bordim. Bonusini naushnik bilan zaryadka ham olib bordim. Ana, birovini pul to'ladingiz, ikkinchisi tekinga qo'shib berildi. 100%. Qadrdonlar, akamizga hech qanday reklama uchun tushib berasiz yoki-da 1 so'm beramiz degan yoki buni chegirma etib beramiz degan guruh yo'q. Haqiqatan ham birgina smartfonni xarid etdi bizdan, ikkinchisini shundancha qo'shib berdik. Bu 1+1 aksiyasindagi savdo bo'ldi, to'g'rimi aka? Ko'rib turgan tavsiya etasizmi? Tavsiya etaman, kelaverasizlar. Haqqoniy ekan. iPhone podarka qilaman deb telefon olib keldim. Shangoyim tursa Eldindan kelib o'zim qo'lim bilan olgandan ishondim. Hammaga qiziq bir yeri bor-da aka. Odamlar o'ylaydi, buni narxi qimmat chiqaradi deb o'ylaydi-da. Shu yerda nu deb bir baho berasiz. Narxini ayting. Vashim arzon ekan. Vashim arzon ekan. Narxi ham arzon, sog'am qo'shib berdik. Qo'shib berdilar. Savoysiz aka, yaxshi kunlarda ishlash nasib etsin. Qadrdonlar, har birimiz ana o'sha yaqinlarimizga eng zo'r sovg'alarni Aminovdan olib sovg'a qilib o'tirish nasib etsin. Barchangizni Aminovda kutamiz. Kelaverasizlar, tanlovda adashibsizlar. Aminov texnika, Aminov mobil. Rahmat aka, sog' bo'lasiz.